Savollar tushdi. Mana 153 zamok hisoblanadi mana. Bunaqasi bor mana. Ko'rinyaptimi yaxshi? Mana shunday qilib mana yana atmetga qilib olib, mana e'tibor bering. Hammasi ishlayapti. Aziz obunachilar, mana zamok qo'yishni ko'rsatamiz. Akva eshikka qanday qilib zamok qo'yish. Mana bu zamok savollar tushdi. Mana 153 zamok hisoblanadi mana. Bunaqasi bor mana. Ko'rinyaptimi yaxshi? Mana 153 original mana. Mana korobkasi mana. Mana pastidan 90-95 cm mana. O'lchanadi mana eshikning pastidan. Mana eshikning pastki qismidan 90, mana shu 90. Mana shu eshikning ruchkasining o'rtasiga kelish kerak. Mana bu qo'yilgan mana, yo'qrazingiz mana. Mana 97 bo'pti. 95, 90. Mana shu zamok xullas 90 dan past bo'lmasligi kerak. Shunda udobniy bo'ladi, standart bo'ladi. Hozir men qanday qilib chizib olishni ko'rsataman. Mana. Mana qo'yiladi. Mana shunday işte. Mana shunday qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin maytga mana atmetga qo'yiladi. Mana bu teshiklariga atmetga qo'yiladi. Mana atmetga qo'yib oldik. Mana ko'rinyaptimi chiziqlar? Mana shu chiziqlar mana freza bilan kesib olinadi dumaloq shaklda. Mana bu ham teshib olinadi mana. Keyin mana bu yog'iga ham bunday qilib chizib, mana chizib mahlicha razmerda mana oraliq mahlicha mana qolish kerak. Bu tarafga taqab qo'yiladi zamok mana. Bu yoqdan mana где-то 1,5 santimetrdan 7 mm tashalib, bu yoqqa teshiladi mana shunday. Hozir teshib bo'lib sizlarga ko'rsatamiz yana. Mana bu kesib ham oldik. Zamogimiz. Xuddi mana shunday teshib olgandan keyin endi hozir yana следующийlar qo'yib ko'rsatamiz. E'tibor beringlar, mana shu yerda mana shunaqa tegib turgan bo'lishi kerak. O'sha tepaga. O'shani unutmaslik kerak.
bo'ldi va endi eshigimiz mana yig'ishga tayyor bo'ldi. Hammasi ishlayapti. Mana bunisi ham